Har bir tabrik bu mehrning ovozi. Bu mehrli ovoz masofalar olis bo'lsa-da ko'ngillarni birlashtiradi. Bo'layotganingiz shodlik lahzalari, tabriklar loyihasi. Ayni daqiqalarda sizlar bilan qalblarga mehr va quvonch ulashuvchi boshlovchingiz Joziba. Unutmang, sizning quvonchingiz bizning shodligimizdir. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr, yaxshi. Dildora opa, siz bo'lasizmi? Alo. Ha, manman. Yaxshimisiz Kim bu? opajon? Assalomu alaykum. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, Allohimga shukr, yaxshiman. Siz yaxshimisiz? Tashakkur. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Salomat bo'ling. Ayni damda biz sizga shodlik lahzalari loyihasidan jonli qo'ng'iroq qilyapmiz. Boshlovchi Joziba bo'laman. Rahmat kattakon. Bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizga eng avvalo sog'lik, ko'ngil xotirjamligi, qalbingizda doimo shodlik, huzur, halovat bo'lishini tilakdoshimiz. Umringiz ziyoda bo'lsin, ilohim. Rahmat kattakon. Rahmat. Borlaringizga shukr. Yangi yoshda ko'proq imkoniyatlar, go'zal orzular, ulkan yutuqlarga erishishingizni chin dildan xohlaymiz. Allohdan so'rab qolamiz. Rahmat qizim, kattakon, rahmat. Barakat toping. Ushbu kunda sizni Go'zal, tabriklash, xursand qilish uchun loyihamizga o'zlarining chiroyli tilaklarini, tabriknomalarini yo'llagan insonlar bor. Mana shu insonlar kim bo'lishi mumkin, o'ylab ko'ring-chi. Yaqinlarimdan kutaman, farzandlarimdan, turmush o'rtog'imdan, onajonimdan, shu yaqin insonlarimdan yaxshi kunimda yaxshi tilaklar kutib qolaman. Albatta, ayni daqiqalarda siz uchun turmush o'rtog'ingiz Nabijon aka, farzandlaringiz Madinaxon, Marjonaxonlar nomidan jamiki yaqinlaringiz, farzandlaringiz Erkatoy, o'g'illaringiz Og'abek, Muratbeklar nomlaridan bizga maktub yo'llagan qizingiz Manzuraxon sizni tabriklamoqdalar. Sağ qizim. Sen baxtli bo'lsin qizim. Rahmat, kutmagandim. Ishda edim, musofirdaman. Uzr, ovozim yaxshi eshitilib o'tiran bo'lsa, farzandlarimni juda ham yaxshi ko'raman. Sog'inch qiynab, sog'inaman. Yaxshilar, rahmat kattakon farzandlarim. Juda ham yaxshi ko'raman sizlarni. Ularning sizga atalgan, siz uchun yuborgan chiroyli maktublari bor. Agar ruxsat bersangiz, sizni e'tiboringizga havola etamiz. Mayli. Marhamat, qabul qiling. Assalomu alaykum. Biz uchun aziz va mehribon bo'lgan onajonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Duogo'yim, mushtparim, dardkashim onajonim, menga faqat yaxshiliklarni tilaydigan, betob bo'lsam ko'zlaridan uyqu qochib ketadigan, doimo Xudodan baxtimni so'rab duolar qilguvchi aziz insonim. Menga otilgan toshlarga o'zini qalqon qiladigan, yaxshiliklarga desam hammadan ko'p suyunadigan insonimsiz onajonim. Mehringizga hech ham to'ymayman. Kulib turishlaringiz, mehr bilan boqishlaringiz menga doim kuch-quvvat beradi. Sizsiz men bemorman onajon. Omonatim, boyligimsiz, o'zimni chiroyligimsiz. Duolaringiz sababi Robbim meni asraydi. Duolaringizni ko'zimga suray, doimo xizmatingizda bo'lay onajon. Poyingizga gullar sochsam, gullar chiroyingizga hayrondir. Sizni bag'rimga bosib, mehringizni yana va yana his etishni xohlayman. Doimo meni kutadigan, ko'zlari yo'limda bo'lgan, omadimni sababi bo'lgan onajonim. Atrofimda parvonam, bu dunyoda yagonam, meni oshkora duo qiladigan, keldingmi qizim deb kutib oladigan beozorim. Mehribon onajonim, boringizga shukr. Sizni farzandingiz ekanligimdan faxrlanaman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Beminnatim mehribon oyim. Duo qilib kutgansiz doim. Ishonganim, eng aziz joyim. Mo'tabarimsiz onajonim. Meni deya joningiz halak. Doim deysiz bolam sen kerak. Sizday go'zal mo'h yo'qdir malak. Farishtamsiz siz onajonim. Boshim silab olasiz dard. Malham bo'lib qo'ndirmaysiz gard. Sizday inson topolmadim mard. Mehribonim o'zimning onam. Farishtamsiz tanho g'ururim.
ko'zga quvonch ilgansiz nurim. Siz uchun men berayin borim, chiroyligim o'zimning onam. Yaxshilikni turadi ko'zlab, ko'nglim olib nasihat so'zlab. Onajonim asragin yorab, farishtamsiz o'zimning onam deya samimiy tilaklarini siz tomon yo'llaganlar. Rahmat farzandlarim, ilohim. Har doim yo'llar ochiq, omadli, o'qimishli bo'lsinlar inshaalloh. Sizga ham rahmat kattakon. Farzandlarimning yaxshi niyatlarini, yaxshi tilaklarini menga yetkazganingiz uchun. Ilohim yo'llaringiz ochiq bo'lsin, har doim yo'llar, ishlaringiz omadini bersin. Rahmat farzandlarim, juda ham yaxshi ko'raman sizlarni. Jonimni so'rasangizlar ham beraman, o'zim farzandlarim, asallarim, sog'indim. Jonim qizlarim, o'g'illarim. Agar Rahmat kattakon. ilohim aytganingiz kelsin, siz dunyodagi eng baxtli insonlardan birisiz. Sizga ham rahmat, qimmatli vaqtingizni ayamaganingiz uchun minnatdormiz. Sizni xursand qila olgan bo'lsak, biz bundan bag'oyatda xursandmiz, baxtiyormiz. Salomat bo'ling, bugungi kunni yaxshi o'tkazib oling. Rahmat kattakon, qismatlaringiz bersin. Rahmat kattakon. Rahmat, sizga ham ilohim aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling, opajon, yaqinlaringiz baxtiga o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat kattakon. Avvalado omon bo'ling. Sog' bo'ling. Boshimga ish tushganida omad qushi uchganida do'stu yor ham kechganida panoh bo'lgan onajonim dilda pinhon g'amlarimdan kiprikdagi namlarimdan ko'nglimdagi kamlarimdan ogoh bo'lgan onajonim siz mehribonim onajonim siz xushsabonim munisa darddoshim metin bardoshim onajonim qatordan kam bo'lmasin deb g'uncha payti so'lmasin deb mendan oldin o'lmasin deb duo qilgan onajonim bu gullar ham o'tar degan dard alamlar
ketar degan bolamni baxt kutar degan qadrim bilgan onajonim onajonim siz mehribonim onajonim siz xushzabonim munisa darddoshim metin bardoshim onajonim onajonim siz mehribonim onajonim siz xushzabonim munisa darddoshim metin bardoshim onajonim onajonim siz mehribonim onajonim siz xushzabonim munisa darddoshim metin bardoshim